Azizlar, dasturimiz davom etadi. Kuzatayotganingiz Munavvar kun musiqiy dam olish dasturi va biz mehmonlarimiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Umidjon aka, endi sizga yuzlanmoqchiman. Umuman olib qaraganda, mana shu muhtaram davlatimiz rahbarining ushbu farmoni kelajakda qanday real o'zgarishlarga olib kelishi kutilmoqda. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bu farmon juda bir dolzarb, hozirgi kunda juda global muammolarni, ya'ni asosiy qonun sifatida, ya'ni rasmiy belgilanib qo'yildi. Bu ayollar va bolalarga zo'ravonlik ko'rsatish hozirgi kunda mana ko'rib turibsiz, ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda, Telegramlarda, ya'ni har qanday tashkilotlarda borib bolalarga zo'ravonlik o'tkazayotganligi, ayollarga zo'ravonlik o'tkazayotganligi ko'rib turibmiz ijtimoiy tarmoqda, xalqimiz ham ko'rib turibdi. Ya'ni prezidentimizning tashabbuslari bilan ushbu, ya'ni ayollar, ya'ni ojiza ayollarga, bolalarda huquqlarini himoya qilish uchun alohida qonun ishlab chiqarishdi. Ya'ni bu qonun kelajakda mana shu fuqarolarimizni ojiz emas, ya'ni o'zining haq-huquqlarini himoya qilish uchun, bolalar ham o'zlarining huquqlarini himoya qilish uchun, ya'ni alohida qonun ishlab chiqildi. Kelajakda juda yaxshi bu natija bo'ladi deb o'ylayman, chunki bu bo'yicha biz Surxondaryo adliya boshqarmasi va adliya vazirligimiz tomonidan mana shu qonunning mazmun mohiyati, mana shu ayollarimiz o'zlarining huquqlarini bilishlari va bolalarga tazyiq o'tkazayotganda, oddiygina ularni sha'ni, qadr-qimmat kamsituvchi so'zlar aytayotganda qanaqa javobgarliklar belgilanishi bo'yicha ham biz adliya boshqarmasi, Surxondaryo adliya boshqarmasi bilan targ'ibot tadbirlarini amalga oshirmoqdamiz. Bizda hozirgi kunda Surxondaryo viloyatimizda 15 ta tuman shahar adliya bo'limlari tashkil etilgan bo'lib, aynan mana shu qonunning mazmun mohiyati bo'yicha har hafta mahallalarga chiqib sayyor qabul tarzida olib borilmoqda. Bu qonunning mazmun mohiyatini fuqarolarimizga to'g'ri yetkazish jarayonlari olib bormoqda. Bundan tashqari bizda prezidentimiz tomonidan xavfsiz muhit yaratish bo'yicha PQ1 va PQ2 qonun doirasida ham, ya'ni mana bizda adliya boshqarmamizga nizoli oilalar, ya'ni biriktirilgan, ushbu aynan o'sha nizoli oilalar borib o'rganganimizda, ya'ni ayollarga bo'lgan tazyiq, mana shu qadr-qimmat kamsituvchi, sha'ni qadr-qimmat kamsituvchi so'zlar olib borilayotganligi, mana shu jarayonlar kuzatayotganligim sababli mana shu qonunning mohiyatini to'g'ri tushuntirib, mana shu oilalarda nizoli holatlarni oldini olish choralari ham olib borilmoqda. Bu qonun kelajakda juda katta natijasini beradi. Bu bo'yicha biz Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan mana shu targ'ibot tadbirlarini, tashviqot ishlarini olib bormoqdamiz va bundan tashqari bolalarga mana zo'ravonlik o'tkazish, tazyiq o'tkazish bo'yicha ham alohida qonunimiz bor. Ya'ni Ma'muriy kodeksining 189-prim 1 moddasiga asosan bolalarga zo'ravonlik, tazyiq o'tkazuvchi mahsulotlarni yoki shunday ko'rinishda videoroliklarni tarqatish va internet va axborot vositalariga e'lon qilish, bazaviy hisoblash miqdorining, ya'ni fuqarolarga 50 barobardan 400 barobarigacha jarima belgilanishi belgilab qo'yilgan va jismoniy yuridik shaxslarga esa 100 barobardan 450 barobargacha ma'muriy javobgarlik belgilab qo'yilgan. Ajoyib. Umidjon aka, meni qiziqtirgan va qiynagan yana bir savol borki, endilikda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayol yoki bola qayerga va qay tartibda murojaat qilish kerak? Sizlarga beradigan eng oxirgi savolimiz shunday. Juda to'g'ri savol berdingiz. Avvalambor tazyiqqa uchragan bola, ya'ni tazyiqqa uchragan ayollarimiz to'g'ridan to'g'ri, ya'ni o'zini sha'ni, qadr-qimmatini kamsituvchi holatlar bo'layotgan bo'lsa, ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishlari mumkin va undan tashqari inson ijtimoiy markazlarga, ya'ni bolaning sog'ligi, qadr-qimmat ta'sir qiluvchi holatlar bo'lishi mumkin, murojaat qilishi va sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, ya'ni bizda yana bitta narsa bor, ya'ni bolalar huquqlarini himoya qiluvchi ombudsman tashkiloti bor. Ya'ni o'sha bolalarning huquqlarini himoya qiladigan tashkilot umumjahon tashkilot hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistondagi vakillik idoralari, hududiy bo'limlariga, viloyat vazirliklarga, ya'ni ishonch telefonlariga telefon qilib murojaat qilishlari mumkin. Yana bir narsa, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turibmiz, bolalarga, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda, bog'chalarda tazyiq videoroliklar tarqab ketmoqda. Bularni, ya'ni o'sha jarayonda fuqarolarimiz o'ziga tegishli bo'lgan sud va huquqni muhofaza organlariga murojaat qilsa, ularning murojaatlari qonuniy tarzda ko'rib chiqilib, ularga nisbatan ta'sir choralari qo'llanishi belgilab qo'yilgan.
qarang, endi shu o'rinda yana bir savolim tug'ildida meni. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda o'tirsam, bir ota uzun bir cho'p olib, o'zini bolasini qiynoqqa solib urib, uni videoga olib, yana ijtimoiy tarmoqqa joylaganda, aynan mana shunday holatlarda biz yoki sizlar qanday bir chora-tadbirlar ko'rasizlar bu ota-onalarga nisbatan? Bir javobgarlik bormi bu yuzasidan? Albatta. Axir o'zini bolasi bo'lsa. Albatta, bu deylik bitta narsa bor. Har bir fuqaro ya'ni sha'ni, taqdir qimmati, daxlsiz huquqiga ega deb belgilab qo'yilgan. Xoh u ona bo'lsin, xoh ota bo'lsin, lekin har bir fuqaroni ustidan yana kamsitayotgan, sha'ni qadr-qimmatiga tegayotgan har qanday holatlar yoki siz aytayotganda cho'p urib, uni kaltaklayotgan holatlar yoki oddiygina laqab bilan ishlatilishi yoki uni sha'ni qadr-qimmatiga teguvchi so'zlar bilan ta'sir qilayotganda alohida javobgarlik belgilangan. Bu bo'yicha ya'ni farzand endi ko'pchilik mahalliy tilda aytadigan bo'lsak, otam endi otasi urdi, endi bolasi qayerga murojaat qiladi? Bu tarbiyalayapman deb o'ylaydi, lekin bu bitta narsani hisobga olish kerak. Bunday tarbiyalash, ya'ni bolaning psixologik holatiga ham juda katta ta'sir qiladi. Shuning uchun bu bo'yicha ya'ni nohaq haqorat yoki sha'ni qadr-qimmatiga ta'sir qiluvchi holatlar bo'lsa, ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishlari mumkin. Yoki adliya bo'limlariga ham murojaat qilib, ularni biz keraklicha hamkor tashkilotlar bilan birgalikda targ'ibot tadbirlarini amalga oshirib, qonunchilikda belgilangan javobgarlik tavsiyalarini qo'llashga sabab bo'ladi o'ylayman. Ajoyib. Sizlarga alohida shunday sermazmun samimiy suhbat uchun tashakkur. Albatta, sizga bu mutaxassislar, siz kabi insonlar xalqimizga juda ham ko'p kerak. Albatta. Aziz teletomoshabinlar, biz esa Talantlar shousi sahifasiga navbatni beramiz. Ana undan so'ng dasturimizni yana davom ettiramiz. Marhamat.